Uyg'ur bo'lmoq. Bugun bir davlatlik radio tarafidan ziyorat qilindim. Suallar arasida shunday bir gap so'rab qoldi muxbir efendi. Sizning o'yingizda Uyg'urlik nimani bildirdi? Bunga kimligingiz bilmaganda nimani birinchi bo'lib o'ylaysiz? Ya'ni nedir Uyg'ur bo'lmoq? Programmani anlatish vaqti minut sansan qo'l barmoqim yetib ishib qolgandek qisqa bo'lganligi uchun qisqala javob beradi. Yuragimda so'zlashga vaqt yetmagan, so'zlasam hatto ozlik qiladigan, ichimda saqlasam sig'dirishga ko'ksim kichik keladigan nurg'un so'zim bor edi. Shundoq Uyg'ur bo'lmoq ko'nglidagi so'zni deyolmaslikdir. Ba'zida vaqt yetmay, ammo ko'pincha yashayotgan sharoiti va uni qo'yniga olgan muhit yor bermaydi. Uyg'ur bo'lmoq, intilish, arzu-armonlarni qalbning eng cho'nqur qatlamlariga dafn qilib, ana unsiz hozir tutmoqdir. Dardini tunerimda Rabbik pichirlab, kunduzi zo'r bilan kulmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq o'ng'aysizlanmoqdir. Türk kimligini talab qilganligi uchun sharqda, musulmon bo'lganligi uchun g'arbda. 10 yildizni tilga olsa, ikkilisida o'ng'aysizlikqa qolmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Turkiy millatlar ichida eng burun yesiq qo'llanganiga qaramay, o'z buvisining tashqi bitgan xatlarini bu tilda aslo xat yoza olmaydigan yotlardan o'rganishga majburlanmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq aslida barkatdir. Dehqonga qishda ko'mir, atiyasi sabah, yozda yomg'ir, kuzda husl bermakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Xuddi uning elida olma, ko'rlida mashbut, turpanda uzum, otishda anjir, Qashqarda anar, Qumulda qo'g'in bo'lgani kabi. Uyg'ur bo'lmoq munbat ziminga parnik yasab, xoshu yapmoqdir. Chunki shunda uning jondosi majburlanib targin. Kech kunduz otdek ishlab, yil oxiri qarz bo'lmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq oshiqlarcha suymakdir. Xumor ko'zli qizning parag'ida kuymakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Farishta sifat yorining qo'lini tutib, jimirlab turgan yulduzlar ostida yurmakdir. To'lin ayni shahid qilib, va'dalashgan dilbirning titrab turgan lavlariga suymakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Hayotining tunji, pok tuyg'ularining payzini surayotganida nigaridan majburiy ayrilmoqdir. İşinci emgek kuchi atilib, yiroq shaharga ishlash uchun elib ketilgan yorni Majnun kabi kutmakdir. Kalendar varig'ini yirtib, sanab o'tkazayotgan kunlarning birida vafodorning boshqalar tarafidan xo'rlanganligini cheklangan radiodan bilmoqdir. Siyosat shundoq bo'lganligi uchun alamda to'lg'inib, xo'rliqdan ming qitim bilmektir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq qayrindishidan jafo ko'rmakdir. Kimligini O'zbekistonda o'zbekka, Turkmanistonda turkmanga o'zgartmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Qozog'istonda tutilib dushmaniga setilmoqdir. Qozoq o'zining qayrindishi bo'lganligi uchun emas, balki Rusdan qochib yordam talab qilganida Allah'ın onunla bağırını aşqanlığı üçün. Uyg'ur bo'lmoq Arabda bölgünçe atalmoqdir. Mahmudining Turkitilla divanini arabcha yozgani uchun Eronda g'arbparast yolg'on musulmon atalmoqdir. Sulton Buxoroxonning islomni Eronlik mulladan qabul qilgani uchun.
Uyg'ur bo'lmoq xato vaqtda, xato yerda bo'lib qolmoqdir. 20-asrning beshida Rossiyada, o'ttirda Germaniyada, oxirida Afg'onistonda bo'lib qolmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Rossiyada qirilmoq, Germaniyada bombalanmoq, Afg'onistonda, avval Pokistonga, ondan Kubaga safar qilmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Tarimda 2 yil putidan, Guantanamo'da 1 putidan ayrilmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq terrorchi atalmoqdir. Qurolliq besib ilingan vatanni qurolliq ozod qilman deganligi uchun bosh ko'zni o'rib ilib bayonot bermoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Xitoy qonunida jinoyat gumondorining oil tavobati qo'g'dalganligi uchun bayonotning hammasining rostdek anglinishidir. Uyg'ur bo'lmoq. Xitoylarning beshini o'rib ilib bayonot berishni bilmaganligi uchun Uyg'ur bo'lmoq Xitoyning ayrilmas g'arbi diyori bo'lmoqdir. Onlarning Chinshixuanga saddichimizgan uchun emas, Talas bo'yida qarliqlarning tang qo'shinini mag'lub qilib, 1000 yilgacha bu zamonga oyoq bostirmaganligi uchun 4000 yillik mumiya chiqqan zaminni yangi tuproq atamoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq o'z tilida so'zlayolmaslikdir. Vatanida 7 mustaqil davlatning tilini o'rganmay turib, tushuna oladigan tilning orqada qolgan, atilib yot til so'zlashga majburlanmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Bir-biri bilan Xitoycha so'zlashayotgan bolalarning Uyg'urchani faqat bilmaydiganligini kechki sezmaydir. Faqat chet chiqib, tilini bahuzur so'zlash erkinligiga erishganida shu yerda tug'ilgan bolasining tilining mami deb chiqqanligini ko'rmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq musofirlikdir. O'z yurtida 2-sinf muomalasini ko'rib, mahallasidan majbur ko'chirilmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Nohaqchilik savr to'shib, yot elga ketishni qaror qilmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Noiloj ayrilgandan keyin vatanning qadriga haqiqiy turda yetmakdir. Tinigili ko'rgan albomni qo'lga ilib, uni sig'ingan shurikiga suratlar bilan yolg'on tasalli bermakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq badal to'lamakdir. Gunohsiz turib, milidan, hatto jinidan ayrilmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Yemagan mantining pulini to'lash prinsipidan qonun qilib, jazolanmoqdir. O'zi bilan tugsa, shuhrat aytdi. Ammo badal uningdan ig'ir. Misoli, Qadinos birodarining, sevgan yarining, yurak parisining qiynalgan holini ko'rgan. Uyg'ur bo'lmoq. Yangi o'lim jazosi ijro qilingan o'g'ilning qonga milangan jasadini topshirib olmoqdir. Uning tayoq zarbasida ko'kargan ko'zlariga mangulik vidolashib, oxirgi qitim suymakdir. Ovozini qo'yib yetib olimga faryod urolmay, ichiga yutgan alam bilan o'ysiz yiqilmoqdir. Uyg'ur bo'lmoq. Yurak parisining yuragiga qadilib turgan rahimsiz o'qning pulini to'lamakdir. Shahodat etib ism qo'ygan farzandini imomsiz ko'mmakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Uyg'ur bo'lmoq isyon ko'tarmakdir. Adolat, haqiqat uchun qurbon bermakdir. Uyg'ur bo'lmoq. Xuddi Rabbining haqiqati uchun shahidlik yo'lini tanlagan sahobalar kabi. Uyg'ur bo'lmoq sabrchan bo'lmoqdir. Chunki yashayotgani yaratquchisining imtihoni. Barchasini uningga topshirib, mujohidilga davom qilmoqdir. Uyg'ur
bo'lma.